Bolgarskiy pishirayotganda ko'pchilik shu xatoni qiladi. Yozgi sezon bolgarskiyni boshlaymiz. Ovqatimizni birinchi jarkopini qo'rishdan boshlaymiz. Yog' qizibdi. Kartoshkani solib qizartirib olamiz. Bismillah. Kartoshkamiz qizarib oldi. Ketidan go'sht solamiz. Hozir solamiz. Ketmoksiz ovqat mazali bo'lmaydi. Tuzlarni me'yorsiz beramiz. Ko'p emas, yarim qoshiq tamat yetarli. Aniq sho'rvasini qilmayman, sho'rva bilan jarkop o'rtasida bo'ladi. Jarkop tayyor bo'lguncha qiymasini ham tayyorlab olamiz. Shu dumini bo'sh qoldirishadi. Ha, dadam holiga chiqqanda menyuga qo'shamiz bu ovqatlarni, to'g'rimi? Bolgarskiy ishlash shunaqangi sochli bo'ldi. Uzum rosa foydali edi. Glyukoza qonni ko'paytiradi. 40 minut qaynab pishib bo'ldi. Yana men buni yarim soat ustini yopib, dimlab, yetiltiraman. Yumshoq bo'lib pishadi. Shu usulda bir xil ko'ringlar. Ovqatimiz pishib tayyor bo'ldi. Ibodatga quvvat, tanamizga shifo bo'lsin. Ishtahanglarni ochgan bo'lsam, like bosib, yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Suyuq ham bo'lib ketmagan, quyuq ham bo'lib ketmagan. Podpiska tugmasini bosib ketinglar.